Assalomu alaykum qadrli obunachilar. Mana Feruza opamiz bizni tavsiyamizga qarab xonadon xarid qildilar. Opa, tabriklaymiz ularga. Rahmat sizlarga ham. Biroz fikringiz majmuamiz haqida, loyihalarimiz haqida, imkoniyatlarimiz haqida nima deb o'ylaysiz? Shu sizlarni Instagramda ko'rib qoldim, tavsiyalaringizni kelib tanishdim. Juda ham ajoyib qurilishlar davom etmoqda. Uylar manzaralari juda ham chiroyli ekan. Shulari bilan o'ziga jalb etdimi bilmasam, qaror qildik olishga uydagilar bilan. Sizlarni ham taklif etib qolaman. Narxlari ham hamyonbop. Opa, sizga bitta savol. Mana shu loyihamizni nechta tanishlaringizga tavsiya qilardingiz? Nechta qarindoshlaringizga? Tanishlarimga tavsiya etishni boshladim shu o'zi. Ular ham qiziqib qolishdi. Bir siz pochin qilib keling qani, boring, haqiqatmikan, nima ekan deb. Mana shu kelganimdan ma'qul keldi va uy sotib oldim. Sirazi xo'jayinimga aytgandim. Sirazi pul tashlab berdilar kartaga, mana o'tkazib. Xarid qilib oldik. Kelinglar, hammalaringizni ham taklif etib qolaman, qo'shni bo'lamiz. Azizlar, siz hali ham o'ylayapsizmi xonadon xarid qilishni? Siz o'ylab bo'lguningizcha xonadonlar qolmaydi. Shunga tezda harakatingizni qiling. Feruza opamning ham qarindoshlari, sizlar ham kelinglar, xonadonlarimizni xarid qilinglar. Xonadonimizni aytib o'tsak, mana bu o'zi maket ko'rinishi. Maket ko'rinishi xuddi shunday bo'ladi. Bu tomonda esa qurilishimiz. Bu yerda umumiy hisobda 6 ta dom, 10 qavatlik pishg'ishdan quriladi. Mana bu tomoni bolalar maydonchasi joylashgan. Tak, bu tomonda yana bitta blokimiz, bu magazinli blokimiz bo'ladi. Xuddi shunaqa fasad va dizayn ko'rinishga ega bo'ladi xonadonimiz. Birinchi etajlari magazin, tepalari xonadon. Bu tomonda parkovочный mestolar va katta ko'cha o'tadi. Bu katta ko'chadan bu tomonga to'g'ri ketsa, Fotima Qosimgacha ketasiz. Bu tomonga qarab yursangiz agar M37 trassa, ya'ni Voynichasni oldan chiqasiz. Xullas qilib aytganda, shu gaplar. Ko'rishguncha sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.